Bugungi ishni ertaga qoldiryapsizmi? Siz aniq muvaffaqiyatsiz bo'lasiz. Sababi dangasaboz. Dangasalikni yengishning eng sinalgan usullaridan biri bu. Siz ertalab quyosh chiqishidan avval turib, Pomodoro usulini qo'llang, ya'ni 25 daqiqa bir ishga fokus ajratasiz va 5 daqiqa dam olasiz. Bu sizni samaradorligingizni 60% gacha ko'taradi. Bu ilmiy isbotlangan fakt. Undan tashqari qo'limdagi ushbu 4 ta kitobni o'qib, unga amal qilsangiz, kam vaqt ichida ko'p natijaga erishasiz, ya'ni foizingiz oshadi. Kitoblardan biri bu The Get Things'dan, ya'ni kitoblar strategiya bo'yicha qaysi ishni qanaqa rejalashtirishni sizga o'rgatadi. Seven Habits bu muvaffaqiyatli insonlar 7 ta ko'nikmasi. Albatta ular bekordan bekorga muvaffaqiyatga erishmagan. O'qisangiz, amal qilsangiz ular qatorida bo'lasiz. Deep Work qaysi ishga qanchalik fokus qilish kerakligida sizga ko'nikmalar beradi va eng zo'ri Atomic Habits kunlik kichik o'zgarishlar sizni qay darajada muvaffaqiyatga erishishga olib boruvchi yo'lni ko'rsatadi. Albatta ushbu kitoblarni o'qing va muvaffaqiyatga erishing.